Qani Oliy sud raisi? Qani ma'murlaring san? Usmonov, san ham tur. Men mutlaqo noroziman. Hamma sandan ham, hamma butun elda oldida aytyapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'nga ham ishta olaman. Sen o'ylama tag'i sayladi-yu qo'yadi deb. Yo'q. Meni vakolat menga xalq bergan. Tamam, boshqa hech kim emas. Sizlar oyog'ing yerdan uzilsa, men seni insofli deb qo'yganman o'sha yerda. Daftarga senga olib kelib plus minus qilib berayotganini men ham eshityapman. Men senga aytishdi o'rtoq Ismoilov. U o'yinlaringni yig'ishtir. Umring uzoq bo'lmaydi. Shuning uchun sen ham unutma. Nima uchun men bunday qattiq gapiryapman? Biz hozir aytyapmiz, sudni tayinlashdan oldin bu o'zi bordi, Andijonga bordi. 10 ta sudni olib yurib, 10 ta mahallaga olib bordi. Bironta mahallani ahli yo faollari sudni raisini tanimaydi. Tanimaydi. Kim u sudni raisiga vakolat beribdi? Osmonda yurishga. Kim? O'rtoq Usmonov. Sen ham bir qattiq qo'llab bergan, menga 2-3 ta nomzod berganing menga ham yoqmayapti. Shuning uchun sudyalar mana shu jamoatchilik deganimiz sudni tayinlashdan oldin o'sha rayonga borib muhitini bilsin, odamlarni bilsin, odamlarning mentalitetini bilsin. Assalomu alaykum, hurmatli Effektus kuzatuvchilari. Ushbu lavhamizni tezkor xabar bilan boshlaymiz. 2017-yildan boshlab Oliy sud raisi lavozimida ishlab kelgan Kozimjon Kamilov salomatligi tufayli o'z arizasiga ko'ra ishdan ketdi. Uning o'rniga Prezident maslahatchisi Baxtiyor Islomov Oliy sudning yangi raisi etib tayinlandi. Demak, Oliy sud raisi lavozimida ishlab kelgan Kozimjon Kamilovning vakolatlari muddatidan ilgari tugatildi. 2017-yildan boshlab 5 yil davomida Oliy sud raisligi lavozimida ishlab kelgan Kozimjon Kamilov bugun Senatning 30-yalpi majlisida salomatligi tufayli o'z xohishiga ko'ra ariza yozgan va mana shu ariza uning ishdan ketishiga sabab bo'lgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati axborot xizmati xabar berdi. Video konferens aloqa tarzida o'tkazilgan yalpi majlisni Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narbayeva olib borgan. Dastlab senatorlar Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan kiritilgan Oliy sud raisining vakolatini muddatidan ilgari tugatish to'g'risidagi taqdimnomani muhokama qilishgan. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi Kozimjon Kamilov salomatligi tufayli o'z xohishi bilan egallab turgan lavozimidan ozod etishni so'rab murojaat qilgan. Senat majlisida bo'lib o'tgan muhokama natijasida uni Oliy sud raisi lavozimidan ozod etish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Shuningdek, majlisda Prezident tomonidan taqdim etilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisligiga nomzod muhokama qilingan. Muhokama yakunida senatorlar tomonidan sud tizimida hamda ma'muriy organlarda rahbarlik lavozimlarida ko'p yillar mobaynida ishlab kelgan Baxtiyor Jahongirevich Islomov O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining yangi raisi etib saylangan. Ushbu masala yuzasidan Senatning tegishli qarori qabul qilinib, shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi tarkibiga o'zgartirishlar kiritish masalasi ko'rib chiqilgan. Ushbu muhokama davomida Oliy sudning sobiq raisi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi sudyasi lavozimiga tayinlangan. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuniga ko'ra Konstitutsiyaviy sudning sudyalari belgilangan muddatlarga saylanadi, ya'ni 5 yil muddatga. Qayd etilgandek, amaldagi Konstitutsiyaviy sud tarkibining qonun bilan belgilangan amal qilish muddati joriy yilning avgust oyida yakunlanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan taqdim etilgan Konstitutsiyaviy sudning yangi tarkibi ham Senat yalpi majlisida keng muhokama qilingan. Senatorlar tomonidan ma'qullangan Konstitutsiyaviy sud sudyaligiga nomzodlar yuzasidan Senatning tegishli qarori qabul qilinib, bunda yangi saylangan tarkib Konstitutsiyaviy sudning amaldagi tarkibi o'z faoliyatini yakunlagandan so'ng ishga kirishishi belgilangan. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 30-yalpi majlisi o'z ishini yakunlagan hamda mana shu yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasi uchun asosiy signal bo'ladigan o'zgarish amalga oshirilgan. Bungacha esa O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi rahbarligida jiddiy tayinlov amalga oshirilgan edi. Yodingizda bo'lsa,
Sardor O'ktamovich Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi rahbari lavozimida ishlab kelgan Surxondaryolik Zaynalobiddin Nizomiddinov o'rniga tayinlangan edi. Umidli bo'lgan Sardor O'ktamovich Umurzoqovning Prezident administratsiyasi rahbarligiga kelganidan so'ng bo'lib o'tayotgan o'zgarishlar albatta o'zbekistonliklar uchun ijobiy qabul qilinmoqda. Ya'ni bu o'zgarishlar butun O'zbekiston xalqining tillarida doston bo'lib, ya'ni muhokama qilinmoqda. Ma'lumot uchun Kozimjon Kamilov 2 oy avval Oliy sud raisi lavozimiga qayta saylangandi. Muqaddam Oliy xo'jalik sudi raisi lavozimida ishlangan Komilov 2017-yildan boshlab Oliy sud lavozimida ishlab keladi. Baxtiyor Islomov 2020-yil noyabr oyida prezidentning fuqarolar huquqlarini himoya qilish va murojaatlar bilan ishlash masalalari bo'yicha maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi. 2021-yil noyabrda esa Rustam Inoyatov o'rniga prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ish boshlagan edi. Demak, aytishimiz mumkinki, Baxtiyor Islomov 2021-yil noyabr oyida Rustam Inoyatov o'rniga prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ish boshlagan edi. Eslatib o'tamiz, Oliy sud raisi, uning birinchi o'rinbosari va 3 nafar o'rinbosari sud hay'atlari raislari va sudyalardan iboratdir. Oliy sud raisi va a'zolarini prezident taqdimnomasiga binoan saylash senat vakolatiga kiradi. Ya'ni bugungi prezidentning taqdimnomasiga ko'ra senat o'z vakolatlaridan kelib chiqqan holda Oliy sud raisini lavozimidan olish va unga yangi rahbar, yangi rais tayinlash to'g'risidagi ishlarni amalga oshirdi. Lekin mana shu holatda bizda bir savol tug'iladi. Xo'p, Kozimjon Kamilov o'zining salomatligi yomonlashgani tufayli o'z xohishiga ko'ra, ya'ni o'zi istab prezidentga mana shu lavozimdan bo'shash haqida ariza yozgan. Lekin uning salomatligi konstitutsiyaviy sudda sudya bo'lib ishlashga yetadi, lekin Oliy sud raisi lavozimida ishlashga uning salomatligi, ya'ni Oliy sud raisi lavozimida ishlashga uning salomatligi bardosh bermaydi chog'i u konstitutsiyaviy sudning sudyasi lavozimiga tayinlandi. Rasmiy bayonotlarda doimiy mana shunday rahbarlardan, ya'ni salomatligi tufayli yoki boshqa ishga o'tishi munosabati bilan degan bir dejurniy so'zlarga juda ko'p ko'zimiz tushadi. Salomatligi agar yomonlashgan bo'lsa, mayli dam olsin ozgina. Nima qiladi? 5 yildan beri ishlayapti ekan. Demak, yana ozgina dam olish kerak deb o'ylaymiz. Konstitutsiyaviy sudga sudya bo'lib, bu menimcha dam olish u joyda bo'lmasa kerak. Shuningdek, O'zbekistonda rahbarlik lavozimi bo'sh qolayotgan yana bir vazirlik, ya'ni Qishloq xo'jalik vazirligiga investitsiya va tashqi savdo vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Aziz Voitov tayinlanishi kutilmoqda ekan. Albatta, ushbu xabar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q, lekin katta ehtimolga ko'ra Aziz Voitov qishloq xo'jaligi vaziri etib yaqin orada tayinlanib qoladi. Joriy yilning 16-iyulida nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangandan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan Jamshid Abduhakimov Xo'jayev, ya'ni bungacha qishloq xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan Jamshid Xo'jayev investitsiyalar va tashqi iqtisodiy aloqalar masalalari bo'yicha bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri lavozimiga tayinlangan edi. Ushbu lavozimda ishlagan Sardor O'ktamovich Umurzoqov esa prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga o'tkazilgan. Yana bir qiziqarli holat shuki, joriy yilning 7-aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoniga asosan energetika vaziri lavozimidan bo'shatilgan Alisher Sultonov ham xuddi salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan
degan bir dejurniy so'zlar asosida energetika vaziri lavozimidan olib tashlangan edi. Ushbu vazirlik, energetika vazirligi 7-apreldan boshlab rahbarsiz ishlab kelmoqda, hozirgacha boshlab. Ya'ni 5 oy davomida energetika vazirligida vazir yo'q. Buni qanday tushunish mumkin bilmadik. Rasmiy xabarlarda yozilishicha, Alisher Sultonov aynan salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan ozod etilgan, lekin shundan keyin uning hozirgi paytgacha qaysi lavozimga o'tgani yoki vazirlikka yangi vazir tayinlangani to'g'risida hech qanday ma'lumot ochiqlanmayapti. Umuman O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, umuman O'zbekiston hududida energetika vazirligi vazirsiz qolayotgani hozirda aniq fakt etib belgilanib turibdi. 5 oydan beri vazirlikda vazir yo'q. Buni qanaqa tushunish mumkin? Shuningdek, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi raisligi 17-fevraldan boshlab bo'sh turibdi. Ya'ni Milliy Olimpiya qo'mitasida ham O'zbekiston Respublikasining o'sha Milliy Olimpiya qo'mitasida hozirgacha hech qanday rahbar ishlamayapti. Ya'ni fevraldan boshlab. Ungacha lavozimda ishlagan Rustam Shoabdurahmonovning ham hozirda qayerda ishlayotgani yoki umuman tizimdan chetlatilgani yoki chetlatilmagani to'g'risida aniq ma'lumotlar berilmayapti. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, prezident administratsiyasida rahbar o'zgargandan so'ng O'zbekistonda ko'p o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni yosh, umidli kadrlardan biri Sardor Umurzakovning administratsiyaga tayinlangani, ortidan Oliy sud raisi va bir qancha o'sha o'z lavozimiga mas'uliyatsizlik qilgan bir qancha rahbarlar lavozimdan olinyapti. O'ylashimizcha, lavozimdan olish bilan hech qanday bir ish amalga oshirmaydi. Shunchaki bir vallomat o'zining shu issiq kursdan boshqa kursga o'tkazilgani qoladi xolos. Mana shu lavozimdan olish kasalligini kamaytirib, lavozimga tayinlashda yaxshiroq o'ylab ko'rib, ya'ni yaxshi tafakkur bilan o'ylab ko'rib, har bir kandidatni, har bir nomzodni bungacha bo'lgan istoriyasini, ya'ni tarixi bilan qiziqib, keyin mana shu kursiga tayinlansa maqsadga muvofiq bo'lardi. Zero agar shu ishlar amalga oshmas ekan, biz bekordan bekorga xalqni vaqtini cho'zib, xalqni ovora qilib, sarson qilib, bir rahbarni bir tumanga yoki hokim yoki bir tumanga prokuror yoki ichki ishlar boshlig'i yoki soliq qo'mitasi, o'sha soliq boshqarmasiga boshliq qilib tayinlar ekanmiz. Mana shu tayinlovda shoshilmaslikka chaqirib qolaman administratsiyani. O'sha tayinlovlarga mas'ul bo'lgan administratsiya rahbarlarini aynan mana shu ishlarni amalga oshirishga chorlab qolamiz va energetika vazirligiga, qishloq xo'jalik vazirligiga ham vazir tayinlayotganda mana shu faktorlardan kelib chiqib yangi rahbarlarni tayinlashsa, bu yanada bir xushxabar bo'ladi. Shuningdek, bo'sh qolayotgan Milliy Olimpiya qo'mitasiga ham tez orada o'zining munosib nomzod, ya'ni Milliy Olimpiya qo'mitasiga munosib nomzod, ya'ni Umid Ahmadjonov kabi bungacha tizimda ishlagan va sportni ich-ichidan yaxshi tushunadigan kadrlar tayinlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sizlar bilan Akmal Eshonxonov bo'ldi. Bugungi xabarlarimiz shulardan iborat. Rahmat e'tibor uchun.